Jin turib tursang mana zo'r ketayotgan fikrni buzding. U nomi, ismiga ma'lum bo'lgan ekanda. Aziz do'stlar, orqamizda turgan otimiz klichkasi Po'lat Alandar emas, Po'lat. Sababi o'zi irodasi ham, turishi ham metindek qattiq ekan. Oldin bu otimizni yonimda turgan vodiyimiz mashhur polvonlardan Nozim hozir chopgan, chiroyli marralarni qilgan. Hozirgi kunda otimizni o'zini egalari Avaz akamiz, Avaz polvon akamiz chopyapti yengil. Sababi otimiz Avaz polvon akamizga qadrli bo'lib qolgan, o'zini o'z farzandidek, o'zini yoshligidan, toyligidan tarbiyalagan ekan. Ular ko'pkarida oyog'idan travma olgandan keyin polvonlarga bermasdan o'zi yengil baribir o'zi ham eskidan polvon, eskidan uloq chopganligi uchun hozirgi kunda ham uloq chopyapti, faqat otimizni qiynamagan holatda yengil chopyapti. 3 yoshli paytda Jasur aka ularida Rahmatxo'ja aka Piskent avtodromida. Birinchi o'sha uloqlar kuchayib turgan payti bo'lgan. O'shanda qo'sh tuyami, bir tuyami solganda. Ushbu otimiz bilan sizni eng katta qilgan marrez qaysi, nimaga solgansiz? Po'lat bilan. Bunda tanaga ham solganman. Tana toy. Endi uloqlar endi rivojlanib turganman. Solimlarga e'tiborlar berilib, ruxsatlar bo'lib, yaxshi niyatlar bilan uloqlar boshlangan mahalda endi to'g'ri oldinlari faqat sarka qo'yilardi, mana shunaqa narsalarga chopilardi. Prezidentimizga rahmat. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni 2021 5-avgustda chiqargan qaroridan keyin har bitta viloyatimizda Milliy gvardiya chavandozlar maktablari tashkillashtirilgan. Ushbu maktabdan har yili yangi nomlar chiqib kelyapti. Mana yaqinda Qozog'istonda Turkiston shahrida 5-5 bo'yicha jahon chempionati bo'ldi. Jahon chempionatida bizni O'zbekistonda sha'nini himoya qilib 12 ta polvonimiz borib chopib kelishdi. Birinchi jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi faxrli 2-o'rinda oldi. Qozog'iston mezbonlar 1-o'rinda oldi, O'zbekiston 2-o'rinda oldi. Bu albatta ushbu uloq ko'pkariga qaratilgan e'tiborni orqasidan yaqinda Alloh nasib qilsa 31-avgust kuni boshlanadi. Start beriladi 31-avgust kuni qo'shni davlatimiz, qo'shni Respublika Qirg'iziston davlatida ko'chmanchilar har yili an'anaviy bo'lib o'tadigan ko'chmanchilar musobaqada 10 tadan 12 tami davlat qatnashadi, 12 ta davlat qatnashadi. Ularning orasida O'zbekiston ham bor. 31-avgustda start beriladi. Qo'shni Respublika Qirg'izistonda ko'chmanchilar musobaqasini, an'anaviy ko'chmanchilar musobaqasi boshlanadi. Hozirgi kunda ushbu musobaqada 5-5 ga bizni 24 ta polvonimiz tayyorgarlik ko'ryapti. Shu fursatdan foydalanib polvonlarimizga omad tilab qolamiz. Xudo xolasa yuzlari yorug' bo'lib, O'zbekistonga faxrli o'rinlarni olib kelishini niyat qilib qolamiz. Sizga ham bir chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, yosh polvonlarimizga. Yosh polvonlarga aka, Ilohim omadlarini bersin. Vatanni bayrog'ini hurmat qilib, ko'klarga ko'tarishlikni nasib qo'shib, yaxshi o'rinlarda olib kelishlikni tilab qolamiz. Albatta, barcha o'sib kelayotgan yosh polvonlarimizga mana shu Nozim hojilarni, Karim polvon, Rustam hoji akalar hamma polvonlarimizga yo'lini bersin. Hammasini yuzi yorug' bo'lsin. Ilohim elni yurtni oldida obro' topib yurishaversin. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan g'oyibona gaplashib turganimizdan xursandmiz.